boshi devorga urilganda opa suyak singanmi boshi? Bu tomonda chichasini bo'lgan, keyin Mana shu qizchani ahvolini ko'ryapsizlar. Bundan 2 yil oldin soppa sog'lom holatda bo'lgan. Maktabdagi baxtsiz hodisa tufayli shu holatga kelib qolgan. Boshi bilan devorga qattiq urilgan. Yengil sotraseniya deyishgan boshida, lekin bora-bora mana shu rasmdagi holatga kelib qolgan. Bosh zarba yegandan keyin bir tomon suyak singan. Ko'ryapsizlar, mana singan. hozirgi kunda biz onkologiya bolnitsasida ximiya terapiyalarga yozib berishgan. 6 kurs ximiya terapiya olishimiz buyurilgan. Bundan keyin nur terapiyasi buyuriladi. O'smay qolsa boshiga keyin suyak qo'yishadi. Suyak u ham operatsiya deyiladi. Boshiga suyak qo'yish, mana bu nur operatsiyasi deyapsiz. Umumiy mablag' sizga qancha aytishgan? Nur terapiyasi 30 million deyishgan. Toshkentda boshiga suyak qo'yish operatsiyasi deylik 20 millionlarga tushadi. Hozirgi kunda endi o'sha ximiya muolajalarimiz har bittasi 5 milliondan oshiq bo'lsa, hammasini sanasa 100 millioncha pul ketadi. 100 million. Xo'jayingiz yo'q, a? Xo'jayinim 7 yil oldin vafot etgan. Yolg'iz o'zim 2 nafar farzandimni boqaman. Keyin mana shu yerda shishqa bo'lganda, mana shu shishqa vaqt o'tgan sari 1 yilda mana shu bosh ustida yana bitta bosh bo'lib qoldi-da. Sizlardan nima talab etiladi? Ro'za Ramazon oyingizlar. Shu videoni 5 ta 10 ta eng yaqin ehson qiladigan do'stingizga yuborasiz. Qo'lingizdan kelgancha ehson qilasiz. Videoga like bosasiz, azizlar. Kartalarimiz bor. Kim deb chiqadi? Madaminova Aziza Jalolovna deb chiqadi. Qaysi bankda ochilgan? Hamkor bankda ochilgan. Iltimos, saxovatpesha insonlar mana shu qizini tuzalib ketishiga, sog'ayishiga o'zlaring hissalang qo'shinglar. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Ihson qilguvchilarda Alloh sevguvchidir. Ko'chaga ham chiqmayapsizmi? Birontasi ko'rib qolishidan qo'rqasiz. Ishonaman bolam yana qaytib o'sha davraga kirishiga, o'rtoqlarida sog'lom bo'lib o'ynab yurishiga ishonaman. Alloh hamma narsaga qodir.